Bismillahirrahmanirrahim. O'quvchilarning adablari. O'qituvchilarning yuqorida bayon qilgan adab axloqlari o'z navbatida o'quvchilarning adab axloqidir. O'quvchi ilm o'rganishga to'sqinlik qiladigan ishlardan yiroq turishi, Qur'onni o'rganish, yodlash va manfaat olishga loyiq bo'lsin uchun qalbini kirlardan poklashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deydi: Agah bo'linglar, badanda bir parcha go'sht bor. U tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. Bilinglarki, u qalbdir. Buxoriy 52-hadis. Tövendeki söz haqiqatan to'g'ri aytilgan. Yerni terish uchun yaxshi tayyorlagandek, qalbni ilm elish uchun yaxshi tayyorlashga to'g'ri keladi. O'quvchi uchun muallim o'zini yoshda kichik, nom-shuhrat, nasab, taqvoliq va boshqa jihatlarda o'zini tuvan bo'lgan taqdirdimi, buningga adab bilan muomala qilishi, oldida kamtar bo'lishi lozim. O'quvchi yana ustozga kamtar bo'lgandek, ilm elishdimi kamtar bo'lishi lozim. Chunki ilm kamtar kishiga yo'qidi. Shoirlar mundaq aytgan edi: Ilm aqmas cho'ngchi yigitga, sal aqmagandek egizlikka. O'quvchi yana ustozga itoat qilishi, ishlarida uningga maslahat selishi, uning gaplarini kuyimchan, mahir tabibning gaplarini anglagandek, dana bemardinmi bekrak anglashi lozim. Layoqatli muallimda o'qish va uni hurmatlash to'g'risida. O'quvchi o'qituvchilikqa salohiyati to'liq to'shadigan, taqvodorligi bilan tonilgan, olimligi e'tirof qilingan, gunoh ma'siyatlardan neri turishi bilan mashhur bo'lgan ustozlardan ilm olishi lozim. Chunki Muhammad ibn Sirin, Malik ibn Anas va boshqa salaf olimlari bu ilm dindir. Dininglarni kimdan ilvatganliklaringga obdan qaranglar degan. O'quvchi muallimiga hurmat ko'zi bilan qarashi, uni o'qituvchilikqa to'liq salohiyatlik, o'z tabiqasidagilardan ilm jihatda ortiq deb qarashi lozim. Shunday qilgandala, uning ilmidan texmi yaxshi manfaat ola oladi. Ilgirkilardan ba'zilar muallimining yeniga berishdan burun oz to'la sadiqa qiladi va: "Ey Alloh, muallimimning ayiblarini mendan yushirgin. Mendan uning ilmining barakatini ketkizib etmagin" deydi. İmam Şafii'ning shogirdi Rabi mundaq deydi: "Manga İmam Şafii qarab turgan vaqtda uningdan ayminib suv ichishga petna olmaydim. Biz Amirul Mu'minin Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qildikki, u mundaq deydi: Olimning sening ustingdagi haqqi shuki, umumga o'rtaq salom qilsang, uning ayram salom qilishing. Uning oldida o'ltirishing. Uning oldida qo'l ishorati, ko'z ishorati qilmasliging. Uning so'ziga xilof holda falon olim mundaq debdi, pokon olim mundaq debdi demasliging. Uning yanida hech kimning g'aybatini qilmasliging. Uning so'rinida boshqalar bilan fikrlashmasliging. Uning kiyimini tortmasliging, dars o'qitish xo'sh yoqmagan vaqtida ching turib olmasliging, uning bilan bo'lgan suhbatning uzunligidan bezor bo'lmasliging lozim. O'quvchilar Ali radhiyallohu anhu ko'rsatgan yuqori adablarni o'zida o'zlashtirishi, ustozining g'aybati qilinsa qo'lidan kelishicha radiya berishi, radiya berish qo'lidan kelmasa, undaq so'rinni tark etishi lozim. Ilm so'riniga kirishning adablari. Ustozining yeniga o'quvchilik sifatlarini to'liq hozirlagan, ilgari so'zlab o'tganimizdek pokizlikqa rioya qilgan, misvak ishlatgan, qalbini mashg'ul qiluvchi ishlardan xoli qilib bo'lgan holda kirishi, agar ustozining huzuriga kirishga ruxsat so'rash kerak bo'lgan taqdirda huzuriga ruxsatsiz kirmasligi, kirgan vaqtda so'rin ahliga o'rtoq, ustozga ayrim salom qilishi, qaytgan vaqtdami so'rin ahliga va ustozga salom berib qaytishi lozim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Keyingi salom muhimlikda avvalgisidan qilishmaydi. Tirmizi 2706-hadis. Kishilarning gadillaridan atlamaslıqı, balki so'rinning oxirida o'ltirishi, agar ustozi oldiga o'tishga ruxsat qilsa yoki so'rindoshlarining o'zining oldiga o'tishiga rozi ekanligini bilsa, oldiga o'tsa bo'ladi. Shuningdek, hech kimni o'rnidan qo'pirib etmasligi, agar o'rin bo'shitib bersimi, Ibn Umar radhiyallohu anhumani o'ziga ulgu qilib qabul qilmaslik kerak. Agar oldiga o'tishi so'rindagilarga foydali bo'lsa, yoki ustozi buyursa bo'shitib bergan o'rinni qabul qilsa bo'ladi.
Zörür bo'lmasa, dars halqasining o'rtasida o'ltirib olmasligi, ikki do'stining orasida ularning ruxsatsiz o'ltirmasligi kerak. Agar ikkilan o'rin chiqarib bersa, qistimay o'ltirishi lozim. O'quvchining saboqdoshlari bilan bo'lgan adablari. O'quvchi saboqdoshlariga va ustozining darsiga qatnashuvchilarga adab bilan muomala qilishi lozim. Chunki bunday qilish ustozining hurmatini qilganlik va uning dars so'rinini qo'g'diganlikdir. U yana ustozining oldida o'qituvchilarcha emas, balki o'quvchidek o'ltirishi, zaruriyat bo'lmasa ovozini yuqori ko'tarmasligi, o'rinsiz kulmasligi, quruq parang qilmasligi, u yoq bu yoqqa qaramasligi, qo'lini va boshqa narsalarni o'ynamasligi, ustozga qarab so'ziga quloq solib o'ltirish lozim. Ustozining eng munosib vaqtini tanlashi va ilm o'rganishning jafolariga sabr qilishi lozim. Ustozining ko'ngli aromida emas, erib charchagan, bearom bo'lgan, ichi pushib qolgan, shundaqla qattiq xushal bo'lgan, qo'rsqi ochgan, ussab qolgan, mugidak bosgan, biror narsadan ansirgan degandek dars anglash og'ir keladigan yoki qalb huzuri bilan anglashga to'sqinlik qiladigan ahvollarda dars tingishdan saqlanishi, ustozining tetik vaqtlarini g'animat bilishi, ustozining qo'pollik, adabsizliklarni ko'tarishi, bu ishlar uni ustozining peshini tutishdan va uni qobil ustoz deb qarashdan to'sib qo'ymasligi, ustozining noto'g'ridek ko'ringan so'z va ish harakatlarini to'g'ri tushunishga tirishish kerak. Buni olim bo'lish peshonasi kutilmaganlarla qilolmaydi. Yana ustozi uningga qo'pol muomala qilib solgan vaqtlarda o'quvchi avval kechirim so'rashi, gunoh va ayibning o'zida ekanligini izhor qilishi lozim. Shunday qilish uning dunyo va oxiratlik uchun foydali va ustozining qalbidagi uningga bo'lgan noroziligini yo'qotishda bakrak unumlidir. Kishilar ilm elish yo'lida ba'zi bir xorliq tortishlarga sabr qila olmagan kishi umr bo'yi jaholat zulmatlarida qoladi. Sabr qilgan kishi bo'lsa, oqibatda dunyo va oxiratning izzatiga erishidi deb aytishgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan buni mashhur so'zmi buningga shohiddir. Talib vaqtimda xor edim, olim bo'lib aziz bo'ldim. Ilmga qizg'in bo'lish to'g'risida. O'quvchilarning muhim adablarining biri ilm o'rganishga qizg'in bo'lishi, o'rgangili bo'ladiganligi vaqtlarning hammasida davomli ilm o'rganishi, ko'plab ilm egallashga qodir turib, ozg'i qanoat qilmasligi, zerikib qolmasligi va o'rgangillarining zoyi bo'lib ketmasligi uchun 5 barmoqini og'izga biroqli tiqmasligi, ya'ni o'zini ko'tara olmaydigan darajada ilmga zo'rlamasligi lozim. Bu kishilar va ularning ahvollariga qarab farqlanadi albatta. Agar dars alg'ili kelib ustozini topolmasa, ustozining yomon ko'rishidan qo'rqmasa, eshik tubida saqlab turishi, kundalik dars vazifasini qo'ldan berib qo'ymasligi, agar ustozi har kuni ma'lum vaqtda Qur'on o'rgatib, uningdan boshqa vaqtda Qur'on o'rgatmasa va o'quvchisining saqlab turishini yoqtirmasa, qaytib ketishi, agar ustoz uxlayotgan yoki muhim ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, kirishga ijozat so'ramasligi, balki uyg'ong'icha yoki bekor bo'lg'ich sabr qilishi yoki qaytib ketishi lozim. Sabr qilish uning uchun yaxshi. Ibn Abbas va boshqa sahobalarmi shunday qiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lganda ansarlardan bir kishiga: "Yur, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini izlayli. Ular hozir ko'p" dedim. U: "Voy sana Ibn Abbas, kishilar orasida Rasulullohning har kat sahobalari tursa, kishilarning menga aj tushidi deb o'ylamsan?" dedi va sahobalarni izlamadi. Men bo'lsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini izlab hadis o'rganishga boshladim. Biror sahobaning hadis bildiganligini anglasam, uning eshik tubiga berib, u tushlik uyqusini uxlayotgan bo'lsa, to'nimni beshimga qo'yib yotatdim. Shamoldan yuzim to'pi bo'lib ketadi. Ba'zida sahoba chiqib: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jiyani, nima sababdan keldilar? Odam avatgan bo'lsalar, yollarga baratdim emasmi?" deydi. Men "Mening kelishim bakrak loyiq" deydim va uningdan hadis so'raydim. Kunlar o'tib, heliqi ansari kishilarning mening atrofimga to'plashib maslahat so'rayotganligini ko'rib, "Bu yigit mendan aqlli ekan" degan edi. Bo'sh vaqti bor, ruhliq, teni sog'lom,
zehni o'tkir, turmush elekchiligi kirmagan, yuz obro'yi o'sishdan va ilm o'qishga yaramaydigan bo'lib qilishdan burun tirishib ilm tahsil qilish lozim. Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Mansabga o'ltirishdan ilgari ilm o'rganinglar." Ya'ni sizlar kishilarga bosh bo'lishdan burunqi oddiy fuqaro chog'inglarda layoqatli olim bo'lishga tirishinglar. Sizlar kishilarga bosh bo'lib rahbar bo'lsanglar, yuz obro'yinglarning yuqorligi va qiladigan ishlaringlarning ko'pligi ilm o'rganishinglarga to'salg'i bo'ladi. Mana bu Imom Shofiy rahimahullohning kishilarga bosh bo'lishdan burun olim bo'l, bosh bo'lsanglar olim bo'lish yo'ling taqiladi degan so'zining ma'nosidir. Darsni addigan o'qib berish va hasad qilmaslik, o'ziga tamanno qo'ymaslik. Qur'on yodlayotgan o'quvchi kundalik yodlayotgan darsini ustoziga atdigan o'qib berish lozim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ey Alloh, ummatimning sahar boshlagan ishlariga barakat ber." Shuningdek, yodqa olganlarini davomli o'qib turishi, o'z navbatini boshqalarga o'tinib bermasligi lozim. Chunki dunyolik ishlarda o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish yaxshi ish bo'lsa-mu, ibodatlarda fursatni boshqalarga o'tinib berish makruhdir. Agar ba'zi vaqtlarda ustozi ma'lum shar'iy sabablar tufayli navbatini boshqalarga o'tinib berishga buyursa, ustozning so'zini anglashi lozim. Ta'kidlab o'tishga tegishli zarur bo'lgan ishlarning biri shuki, saboqdoshlari bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, hech kishiga Allohning ularga bergan ortiqchiliklarga qarab hasad qilmasligi, o'rgangan ilmlardan mag'rurlanmasligi lozim. Biz bularni muallimning adablari to'g'risida degan bobda so'zlab o'tgan edik. O'zidagi mag'rurlikni yo'qotishning usuli erishgan ilmlarga o'z iqtidori orqali erishmaganligi, balki uning faqat Allohning fazli ekanligi. Shunga o'zi paydo qilmagan, balki Alloh omonat qilib bergan narsaga mag'rurlanishning loyiq emasligini o'z-o'ziga aslatib turishdir. Hasadni yo'qotishning usuli bo'lsa, kishidagi ortiqchilikning Allohning hikmatining taqozosi ekanligini, uningga e'tiroz bildirishning, Allah iroda qilgan va Allah yomon ko'rmagan ishni yomon ko'rishning loyiq emasligini bilishdir. Allah eng yaxshi bilguvchidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.